Hurmatli o'quvchilar, savol quyidagicha. 3 ta qalamni joyini o'zgartiring. 3 ta teng uchburchak hosil qiling. Topgan o'quvchiga 50 ming pul, 1 minut vaqt. 3 ta qalam. Kattaroq qilsam bo'ladimi? Qalam ortib qolmasin, yetmay qolmasin. 3 ta qalamni joyini o'zgartiring, teng uchburchak hosil qiling. Teng tomonli uchburchak. Xo'p, Hech narsa qilmaydi. Muhimi bor. 3 ta teng tomonli uchburchak. Teng tomoni-ku. 1 2 3 4 ta. Hech narsa qilmaydi. 1 2 3 4 ta bo'lib qoldi. Bu qanada mana nimada bittamasdan. Yo'q. Joyga qaytaring tez. Qanday? Mana. Savol qaytaryapmi? Ichidan emas. Ya qo'yib turgin bitta. Bitta qo'yib turgin. Teng tomoni. Savolni qaytaraman. Diqqat bilan eshiting. 3 ta qalamni joyini o'zgartiring, 3 ta teng tomonli uchburchak hosil qiling. Ikki. Nima qilyapsiz? Bo'lmadi. Oson savol. Kashaq tashlaysiz. Mana shunga Topolmadingmi? Vaqt. Vaqtimiz To'xtab tugyapti. to'xtab turing. Buncha shashmay turing. Yana to'rtta bo'lyapti. Mana to'rtta chiqaryapti. Pullik vaqtimiz tugadi. 50 ming so'm yutib olishlaring mumkin edi. Mayli, yana vaqt bering. Xo'p, endi javobini aytaymi? Topolmadingmi? Topardim. O'ylab kelmaysizlarmi uyda? O'ylab kelsak bo'ladimi? Javobini ayting, keyin o'ylab kelamiz. Xo'p. Ham harakat qilib ko'ramiz. O'ylash kerak, shuni topamiz. O'ylab ko'ramiz. Ayting. 1 2 Bilardim-da shu narsani. 3. Atelab qilman. Ya'ni qanday edi? Videoga tushmay qolibdi. Mana bundaymidi? Mana. Mana shunday joylashgandi, to'g'rimi? Uchta bo'ldi ko'rganimda. Qara. Mana 1 2 2 Endi 25 mingga bering. Bunday emas. Men topdim, 25 Mana mingga bunday. bering. 3 1 2 3 ta teng kvadrat, teng uchburchak hosil bo'ldimi? Topolmadinglarmi? Ya ustoz, mana Xayr, salomat bo'ling. Shuni topganlaringda 50 ming yutib olishlaring mumkin edi. oson ekan.